Xo'p do'stlar, ko'pchilik mana Koreyaga keladi va ko'pchilik qoladi. O'zim mana 1 yil bo'ldi kelganimga. Qanaqa xulosa qildim 1 yilda ichida. Bu yerga ko'plab odamlar, o'zbekistonliklar, boshqa davlatlardagilar kelib qolishining sababi bu yerda o'sha odamlarga bo'lgan sharoit juda ham yaxshi qilingan. Birinchi o'rinda bu qonunchilik. Agar siz bironta dokumentga oid ishlarni qilayotgan bo'lsangiz, hujjatga oid ishlarni qilayotgan bo'lsangiz, bu yerda u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa yugurtirish bo'lmaydi. Bu yerda maksimalni hujjatingizni tezroq qilib beradi. Chunki bu yerga kelgan har bir odamni bilishadiki, o'sha zavodda ishlaydi yoki bo'lmasa boshqa jamoat joylarida ishlaydi. Shuning uchun ishdan qolib ketmasligi uchun ham maksimal darajada dokumentlarni tezroq o'sha оформлениясini yoki bo'lmasa tezroq o'sha hal qilib berishini tezroq amalga oshirib beradi. Ikkinchidan, jamoat transportda men hozir mana o'zim avtobusimni kutib o'tiribman. O'zim shaharimga borayotgan, Seuldaman. Ya'ni jamoat joyiga, umuman xalqqa, umuman odamlarga nisbatan sharoitlar juda ham yaxshi qilib berilgan. Shuning evaziga ham bu yerga kelib sharoitlarga ko'nikkan odam O'zbekistonga yoki o'zini davlatiga, boshqa millatlar o'zini davlatiga borganda sharoitiga balki o'rganishi qiyin bo'ladi. Lekin bir narsani aytib qo'yay, notarafi bor. Mana 1 yil bo'ldi. Tushunganim, bu yerga kelgandan keyin vaqt o'tganini umuman sezish deyarli qiyin bo'ladi. Chunki oyma-oy sizga pul tushaveradi. Siz o'sha ro'zg'orimni but qilay, uyimga, dadajonimga, onajonimga pul yuboray, uy quray, mashina olay deb vaqtingiz o'tganini umuman sezmaysiz xolos. Umuman sezilmaydi. Mana o'zim 1 yil o'tganini qanday sezganim, sezmadim xolos. Oyma-oy pulingizni olasiz, oyma-oy yuborasiz va shuning uchun ham ko'pchilik Koreyaga kelganlar, Koreyaga kelmoqchi bo'lganlarga kelganlar, ya'ni kelmoqchi bo'lganlar emas, kelganlar uylanishi qiyinlashib ketadi. Yoki bo'lmasa umuman bunga ahamiyat bermay pulni orqasidan yuguradi. 5 yil, 6 yil, 7 yil yurgan odamlar bilan o'zini solishtiradi. Bu обязательно, bu depressivniy holat. Shuning uchun ham bu yerda ko'p qolib ketishadi. Meni o'zim tushunganim 1 yil davomida. Yana bundan keyin videolarni qo'yib borishda davom etaman sizlarga.